Erim deydi, ko'p ushlab oldim, ko'p payqadim, ko'p bilaman. Kechasi yotamiz, teskari qarab olib, butun ayollar bilan yozishib yotadi erim deydi. Qarang, buni otini azizlar zino deydi. Payg'ambar alayhissalom men hayotda zino qilgan bandalarni do'zaxda yonayotganini ko'rganman deganlar. Isro kechasida Jibril alayhissalom bilan jahannamni, do'zaxni Jibril alayhissalom menga aylantirgan, sayr qildirgan. Shunda deydilar, bitta tandurga o'xshagan binoni ichida erkak ayol qip yalang'och bitta joyda do'zaxga o'tin bo'lib yotganini ko'rdim deydi. Ostlaridan olov berilib turardi. O'shalar kimlar? Teskari qarab olib, uylangan bo'lsa ham yonida haloli turib, o'sha halol ayoli turib teskari qarab olib, bari 10-15 ta xotinlar bilan, qizlar bilan rasmingizni tashlayib, qayerdansiz, yoshingiz nechida deb, bari o'shalar o'sha tandirda ichida yonayotganlar, Alloh saqlasin. Zino deydi buni otini, zino deydi.